Assalomu alaykum azizlar, charchamasizlarmi? Ayni damda Germaniyaning Frankfurt shahrida ko'rgazmadamiz, ya'ni Vistikadamiz. Hozir ko'rsatmoqchi bo'lganim, bu bir shaharcha desa ham bo'ladi o'zini. Mana 12 ta pavilyondan iborat bo'ladigan bo'lsa, har bittasiga alohida 3 qavat, 4 qavatdan ko'rgazma tashkil qilingan. Va yana bir afzal tarafi, umuman tashqariga chiqmasdan ichkarining o'zida, ya'ni yo'lakchalar qilingan maxsus, ikkinchi, uchinchi qavatlarda maxsus yo'lakchalar orqali barcha pavilyonlarga o'tish imkonini beradi. Ya'ni mana hozir 12 ta bo'lim bo'ladigan bo'lsa, 12 ta katta alohida bino bu. Har bittasiga mana shu yo'lakchalar orqali, ya'ni mana shunaqa yo'lakchalar orqali, masalan, shu yo'lakchalar orqali bir-biriga bemalol o'tishingiz mumkin. Ya'ni tashqariga issiqqa yoki sovuqqa chiqib yurish imkoni bo'lmaydi. Maxsus har bitta bino oralig'ida kelgan avtobuslar ham tashkil qilingan. Ya'ni masalan, mana 1-pavilyondan 12-pavilyongacha e'tibor beradigan bo'lsangiz, masofasi katta mana. Uzun. 12 dan masalan mana 1 dan 9 gacha yoki boshqa. Eng aynan hozir biz turgan joy mana chorraha hisoblanadi. O'ngga, chapga mana hammasiga o'tish imkonini beradi. Va albatta mana QR kod orqali, mana shu QR kod orqali telefondan ko'rib tursangiz bo'ladi. Qaysi qavatda yoki qaysi pavilyonda nima joylashganini. Mana qavatini ham 0, 1, 2. Mana necha etajdan, ya'ni qavatdan iborat bo'lsa, shularni ham ko'rsatib qo'yiladi va qaysi kompaniya ishtirok etayotganini ham aniqlash imkonini beradi. Xullas, juda qulay, barchasi o'sha aylanib ko'ruvchilar uchun, ishtirokchilar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Va yaqin masofada maxsus parkovkasi bor, ya'ni mashinalarni qo'yishga yoki metroda kelasizmi yoki taksida kelasizmi, barcha sharoitlar bor. Mana shu tepa yo'lakchalar orqali, mana shu tepa yo'lakchalar orqali boshqa bir bo'limga o'ta olasiz. Ya'ni umuman pastdan aylanib yurish kerak bo'lmaydi. Xullas, mana shunaqa qulaylik. Bu dunyoda eng katta ko'rgazma festivali mana shu Frankfurtda bo'ladi. Har 2 yilda bir marotaba o'tkaziladi. Ya'ni bir marta bu yoqda bo'ladigan bo'lsa, keyingi yil Italiyada bo'ladi. Dunyoda eng katta yirik seminar, ya'ni ko'rgazma desak ham bo'ladi. Butun eng katta ishlab chiqaruvchilar, yangi mahsulotlar bilan, yangi texnologiyalar bilan qatnashadi. Asosan santexnika tizimi, isitish, sovutish va maxsus ish qurollarining taqdimotlari bilan, xullas butun qurilish sohasining aynan shu yo'nalishlari bo'yicha o'zlarining yangi mahsulotlari bilan ishtirok etishadi. Bu yerga asosan butun dunyodan tomoshabinlar, ya'ni ishtirokchilar tashrif buyurishadi. Yana bitta narsani ta'kidlab o'tish kerakki, ayrim Germaniyadagi ishlab chiqaruvchi eng katta kompaniyalar boshqa davlatdagi seminardagi ko'rgazmalarda qatnashmaydi. Aynan mana shu Frankfurtdagida qatnashadi. Ya'ni sizga aynan shu Germaniya mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, shu Frankfurtga tashrif buyurishingizni tavsiya beramiz. Mana o'sha aytgan chorraha qismi desa ham bo'ladi. Bu tomonga ham boshqa pavilyonlar ketasiz. Bu tomonga to'g'riga 6-pavilyon, bu tomonda 8, 12-pavilyon. Mana 1 dan 5 gacha bo'lgan. Bu tarafda xullas bu tomon 4-pavilyon. Xuddi shunaqa mana chorraha. Pavilyon. Bu tarafta 10-pavilyon. Bu tarafta 8-pavilyon. Mana taksiga chiqish, avtobusga chiqish, aeroportga va parking. Hammasiga mana shu binolarning o'zidan hamma tarafga tarmoqqa yo'nalish bormi? 12, 8, 10. Mana pastga 8-chi, chapga 12-chi. To'g'riga, 9 va 10-chilar. Maxsus yo'lakchalar bilan ta'minlangan. Ya'ni piyoda yurishni charchagan bo'lsangiz, mana shu eskalator orqali manzilga yetib olishingiz ham mumkin. Ora-orada shunaqalarim bor. Tepaga chiqadigan eskalatorlar va tekislikda yuradigan eskalatorlar. Bu tarafda 11-chi, bu tarafda 9-pavilyon. Har bitta pavilyon xuddi mana shunaqa 4-5 qavat, 6 qavat va 7 qavatlardan ham iborat. Ayrim yo'lakchalar masalan chiroyli shishadan qoplangan tepalari. Imkon boricha Yevropadagi ko'rgazmalarda qatnashib boring va yangiliklarni kuzatib turing. Salomat bo'linglar.